Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 24-iyun sanasida xudo xolasa mana Krasniy Moskva shoftollarimiz 3 yoshli. Kalibri zo'r, vesti zo'r beradi. Daraxtimiz yoshi 3 yosh, 5 kilo, 6 kilo mevasi bor. Xudo xolasa har bir kupida meva bor mana. 3 yoshli daraxt mevasi o'zlarini bir ko'rib baho berasizlar. Kalibrlari 65, 70, 75 gacha bo'ladi, xudo xolasa. Olma bog'im bor, yaxshi daromad olmayapman deydigan odamlarga orasiga shoftoli eksalang, shoftoli mevaga kirsa, olma bog'ni sekin buzaverasizlar. Olma bog'ning ichiga shoftoli ekishlarni tavsiya beramiz mana. Shoftoli xudo xolasa 3 yoshda hosili zo'r darajada. Bu ishonchli ko'chatlar bor, nomerlar profilda bo'lar. Siz kuzatishda davom etinglar. Bundan ham qiziq videolar chiqaramiz. Mana kuchlarni ham ko'rsating. Mashalloh, ko'rsatmayman. Mana. Tagi oddiy shoftoli, GF yo boshqa sortlardan emas, oddiy o'zimiz shoftoli. Danak. Mana. Meva xudo xolasa zo'r. Daraxt yoshi 3 yosh. Holat вообще zo'r. Havas qiladigan darajada. Ekishlarni tavsiya qilamiz. Sog' bo'lib, bizni kuzatishda davom eting.